Assalomu alaykum. Bugun 28-iyun biz Moshta bozorga keldik va Moshta bozorda juda ham o'zgarish katta. Remont bo'libdi. Ko'rishimiz bo'yicha mana parkovkaga yangilangan katta joy ajratilgan, tekin va arkalar har bitta kiraverishga katta arka qilishgan. Ichkarida ham o'zgarishlar juda katta. Mana shu yerdan turib ko'ryapmiz. Hozir shu suvda bozorga chiqib, sizlar bilan shu ilovaga qo'yilayotgan narx-navolar va Moshta bozori ichida narx-navo qanaqa, oshgan-tushgan ko'rsatib beraman va o'zgarishlarni sizlar bilan birga ko'ramiz. Ketdi. Katta o'zgarishlardan yana bittasi o'sha aytganimdek arka va mana bunaqa Sergeli avtobozori degan значокlarni, logolar qo'yishibdi. Peshexodlarga ham, velosipedlarga ham alohida yo'l qilishgan. Men ko'zimga tushgan eng katta narsalardan yana bittasi rangli chizuvlar va yo'llar. Yuring ko'rsataman. Bu qanaqa bo'lgan aka o'shanda? Chipta olib QR kodni sistemami? Ha, qanaqa bo'ladi u jarayon? Bitta tushuntirib bera olasizmi? chek berib yuboradi. Chek beradi? Ha. Chiqib ketayotganda o'sha chek orqali to'laysiz. Chek orqali to'laysiz. Ha. Tipi stoyanka bo'lgan, ya'ni stoyankadagi sistema bo'lgan va mana yo'lni notarius oq palasi notarius mana anta ham ko'rsanglar bo'ladi. Oq palasini notarius qilib qo'yishgan va qizil palasi YPX, GAI, ya'ni nomer almashtirish jarayoni. Mana qizil chizuv. Va yonida ko'k chizuv turibdi. Ko'k chizuv mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, notarius. Ko'k bank. Ko'k bank, notarius oq chizuv. Значит, mana shu qizil bo'yicha ketsa GAIga chiqamiz. Ko'k bo'yicha ketsa notariusga, ko'k bo'yicha ketsa bankka, oq chizuv notariusga olib boradi. Suvda ham, ana suvda kelgan odamlarga tez topishga mana bu sariq anaqa do'konli ekan va yashil palasi sotuv joyi. Sotuv joyi, ya'ni naryoq sektor ekan. Juda ham oson, juda ham qulay qilib qo'yishibdi va bu ancha oldindan menimcha kerak edi bizga. Mana nima bu 102 ga. Navoda srochniga. Kameralar ko'paygan ancha. Lekin qanday bor shunday aytamiz, juda ham paradga bo'libdi, chiroyli bo'libdi, ochilibdi Moshta bozor. Davno qilish kerak edi, gap yo'q. O'chirib turibmiz, mana qotdilar. Mashina ko'pdi. Birinchi pavilyonga kirib oldi. Bu bilasizlar, ana eski mashinachilar, ana qo'pol ketgan bo'rilarning pavilyoni va ko'pi mashinachilar. Narx-navoni ham shu yerdan bemalol solishtirsak bo'ladi. Va bugun mana mashinalar chiqib ketyapti. Kechroq keldik, sevgan bo'lsanglar 1,5-2 soat. Nega? Voqea chiqqanimizda o'sha 10, 11, 9 chiqsa ko'p egalik chiqmagan bo'ladi. Ana Toshkentda bilasizlar, sal kechroq boshlanadi bozor viloyatga qaraganda. Viloyatda esingizda bo'lsa, ertalab 6-7 dan boshlanardi. Moshta bozor Toshkentdagida bo'lsa aksincha, soat shu 12-1 dan ko'p anaqalar keladi deb o'sha chiqib ketishiga, ya'ni chiqib ketayotgan paytga keldi va narx-navolar ham o'shanga yarasha aniq-tiniq bo'ladi. Chiqib ketayotganda ya'ni nech pulga berib yuboriladi, nech pulga bermadilarni sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Bo'ladimi? Mana bu Premier ekan, ikkita Premier ekan. Assalomu alaykum. Ramzan aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz, tuzimisiz? Buni ma'lumotlari qanaqa ekan? 22 Premier 60 ming yurgan. Kraskasi top-toza. Narxi 26,5 ga beradilar. Ramzan aka ham 30 yillik mashinachilar, aka. Meni tanidingizmi? Ro'shan aka o'g'illarimi? Savdolar yaxshimi bo'lyaptimi aka? Bunisi qanaqa? Premier 22 70 ming yurgan, toza 27 ming. Bu nega qimmatroq? Bu endi navarga alishib qimmatroq hisoblanadi. Ha, trading bo'lgan, qimmatga o'tgan deyaptilar. Bu 60 ming yurgan, bunisi 70 ming yurgan. Bunisi 26 mingga beradilar, bunisi 27 ming deyaptilar, menimcha kelishtirib beradilar. Endi bizda bozorga kelsanglar, shunaqa sotildi. Premier 22 qora toza 24,5 ming, 24,700 mana shunaqaga adashmasam sotildi. Farqi mana shu yerda o'zida ham masalan 1000 so'm 1,5 ming so'm farq qilyapti. Mana bundan keyingi mashinaga o'taylik.
Savdoyingizni bersin Ramzan aka, rahmat. Xo'p, xo'p. Ha, Jo'rat akam o'zlari shu yerda ekanlar. Salom. Ha, olib keling. O'tiring. Oyna oching. Assalomu alaykum, Nurik. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Tuzimsizlar? Qalay bor? Muzlab o'tirsizlarmi aka? O'zing o'rgatgandek o'tiribmiz. Ha, Nurik akam eskilardan, o'sha Moshta bozori qurganlardan, akam. Osammi? Ha. Bu yerda chempion. 40 ming yurgan ekan. Yo, manaqa jinni olmasini, tiqoy olma. Yo, aka. Sotamizmi? Yo, yani jala yerda yurmayman. Bu elektrmi to'liq? Gibrid ekan. Gibrid fonli, 150 150 tali, 40 ming yurgan, 24-yil. Kraskasi toza. Realni necha pulga beramiz? 24,5 ming oxiri. Parok qo'yilgan ekan, tonirovkasi bor. Tonirovka oldida. Oldi-yu, rusifikatsiya master akkaunt qilingan. Tinuv mashina. Ademdan so'rayverasan. Bu C16 3 dop opsiya. Elektr. To'liq elektr. 2025-yil 630 zapas xud. Adashmasam C16 da elektri gibridda qimmatroq yuradi. Bu 36 mingdan baland. Yengisi. Salonda. Anaqalar Gibridda 40 million. farqi. Yo'q. Gibridlar bor-ku. Ha. 2 mingdan sal nari berib turibdi salonda. 32 ming atrofida, buni yengisi 36 ming atrofida. 36 mingdan baland. Xo'p, bu 2025-yil restyling liderligi, probegi 13 ming. 13 ming yurgan, kraskasi toza. Hozir kraskasi. Realni necha pulga beramiz aka? Oxiri to'xtagan joy. 32700 bo'lsa baraka qilamiz. 32700. Nomeringizni aytib keting. 97lik 97lik 42 10. 442 10 10. Ismingiz nima? Abdumalik. Abdumalik akam o'zlari aloqadalar. Mana bu ham sizdan a? Bu ham mani. Lipmotor sotar ekanlar. Gibrid 67 ming yurgan, yili Yili 13. yili 2023. 2023. Hop, holatlari tiniq ekan. 67 ming. Ani C11 yonib ketyapti deyishdi-yu, nima deysiz shu fikrga? O'zini odam o'ziga anaqasi bog'liq. Ani постоянно soch ko'chada anaqa qo'yaveradi, zaryadga qo'yaveradi. Iloji ko'proq uyda qo'yish kerak. Uyda Xitoyliklar ham ani jinni emas, u odam zotni salomatligi xavf tug'dirib bunaqa yonib ketadigan mashina chiqaraverdi, to'g'rimi? Nechta anaqa keyin chiqaradi. Ko'pi odamlarning o'zini aybi bilan bo'lyapti. Odamlar o'zini aybi bilan. Hop, 2023-yil 67 ming yurgan C11. Bu ham to'liq elektr. 500 kilometr zapas xud bergan. 9300 bo'lsa berib yuboramiz. 19300 bo'lsa berib yuborar ekanlar. Nomerlari o'sha aytib ketdim Abdumalikka. Rahmat aka, savdingizni bersin. Odamlar suvda ham o'tirishibdi, lekin baribir ko'p mashinaning egalari yo'q. Uje anu suv bo'lganiga chiqib ketishgan va mana mana shunaqa savdo qilmaslik uchun qanaqa suvda yurib, sarson bo'lib, Abozor ilovaga kiring, yuklab oling. Tayyor sizga 24 soatlik auksionga mashinalar chiqadi, e'longa mashinalar qo'yadi va diagnostikasini ham ishonch bilan chiqqanlarda bir xillarda bo'ladi. Tekshirilgan, qirilgan, kraskasi bor joylar etib ketilgan bo'ladi. Bemalol uyingizdan chiqmagan holda mashinani ko'rib ola olasiz va narx berib baraka qila olasiz. Hop. Inamarka bozor baribir nima bo'lishidan qat'iy nazar tinmaydi. Odam gavjum, bir xil mashinaning egalari bo'lmagani bilan oluvchilar bor. Kia Sorento ekan, 2023-yil. Sizdanmi aka Sorento? Egalari yo'q. Ochib ko'ryapmiz bemalol. Narxini kimdan so'raymiz buni? Narx-navosidan xabaringiz bormi aka? Sportage sizdanmi? Kia Sportage 23 ga 23 AVD 2.5 motorli Enful ekan. Hop, kraskasi toza deb qo'yibdilar. 25500. Egalari yo'q cho'ti. Suv bo'lganiga menimcha ichkariga kirib olishgan. Hop. Toyota Camry. 22-yil 2.5 litrli 75 ming yuribdi. Aka Camry sizlardanmi? Assalomu alaykum. Probega qanaqa ekan? 75 ming. 22-yil, kraskasi toza. Kraska mashinada fitness bor, yechilmagan. Faqat krilovda bor. Bu gibrid adashmasam?
Necha pul bo'lsa realni berasiz? 32,5 ming so'rayapmiz. Oxiri taqalgan. 31 mingga berasiz. Yo'q, 31 mingga bermayapman, bel yo'q. Bermaysiz. Necha pul oxiri? 32 ming. Faqat mana shu Krilo'da kraska bor, gibrid 2,5 atmosferniy motor i plus gibrid. Bu adashmasam Dubay, a? Bu Dubay region. Mana Dubay regionida manushniy salon bo'ladi. Elektropaket rul, hamma narsasi full sensor monitorlar. Nomeringiz ayting aka? 97 lik 463 59 59. İsmingizmi? Davron, nasib so'rasa ham bor. Do'run akamga. 15 ming bersa. Hop. Do'run akamga nomerlariga telefon qilaverasizlar. Nasiya savdo ham bor deyaptilar. Telefon qilib kelishaverasizlar. Malibu ham sizdanmi? Malibu biladi. Malibu 22-63 ming yurgan, bu ham Premier ekan. Uzr aka, kraskasi tozami? Qatidi? Mana Krilo, bu Krilo bo'yishi. Necha pulga beramiz oxirini? 24,5 ming bo'lishi. Rahmat. 22-yil mana bu Krilo bilan mana bu eshikda kraska bor ekan, 63 ming yurgan, 22-yil Premier. 24,5 ming bo'lsa beraman dedilar. Nomerlarini ham aytib ketamizmi? 90 914 11 11 ga telefon qilib bemalol menimcha 24,5 mingdan ham naqd pul beraman desanglar kelishtirib beradilar. Xo'p, Tucson mana shu juda ham neubivaymi 2020-yil. Bu bizdan olganlar bu mashinani bozordan olingan mashina. Mana sizlarga yana bitta anaqam. Bu mashinani bozordan olib bir hafta bo'lmadi, adashmasam olib chiqib tayyorlab qo'yibdilar. O'zim sotgan mashina. O'zim sotganman. Qarang, 2020-yil, probegi 70 ming, kraskasi bitta Krilo'da bor. Mashina juda ham qurt. Taniyman. Bizdan adashmasam 20 ming, yo'q. 17,900 ga olgan edilar. Hozir necha pul so'rayotgan ekanlar ko'ramiz. Assalomu alaykum. Men Tucson sizlardanmi aka? Necha pul buni bo'lishi? 21 ming bo'lishi. 21 ming, a? 2020 yili. 2020, probegi 30 ming bo'lgan hali. 30 ming? 30 ming bo'lgani, kraskasi? Toza. Kraskasi toza. Hech qanaqa ish yo'q-a mashinani? Nomeringizni ayting. 91 lik 530 72 72. Sodinglarni bersin, aka. Nima bo'ldi? Aytramizmi buni qo'yaveramizmi? Biza men sotganimda kraskasi bor edi Krilo'da va probegi 70 ming edi. Hozir xuddi shu mashinani kelib so'rasam, probegini 30 ming deyshti va kraskasini toza deyshti. Mana bunaqa oqil anaqalab qo'yib, mashinani masli qilib qo'yishdi. To'g'risi men qilolmagan bo'lardim, lekin juda ham xijolat bo'lib ketdi. O'zi narxini so'rashdi, 21 ming so'rayotgan ekanlar. Bizdan 17,900 vallohi alam 18 ming atrofida bularga tushgan. Mayli, savdoligini bersin, barakasini bersin hammani. Shunaqa, bozorga tushsanglar, ehtiyot bo'lib, baribir mutaxassis bilan tushgan yaxshi bo'lib qolgan hozir deb o'ylayman. Xo'p, naryoq tomonga bitta o'tiluvchi asfalt qilib qo'yishibdi. Dongfeng. Dongfeng ma'lumot o'rnida Vayax bilan bitta brend, buni ko'pchilik bilmas ekan. Assalomu alaykum. Hormanglar aka. YouTube'ga olamiz, rozi bo'ling. Yili necha mashinani? 25. 25. Dongfeng qaysi modeli bu? 007. Kraskasi toza. 25-yil. Probegimiz qancha bo'ldi? 11 ming. Buni zapas xodi qancha общий? Полный зарядкада? Aha, zaryadkada 200. Zaryadka bilan benzinda 1200. Nech pul bo'lsa beramiz oxiri? 23 ming. Probegini qancha dedingiz? 11 ming, 25-yil Dongfeng 007. Kraskasi toza. Disklari ham almashtirilgan. Boshqa yangi diska balonlar taqib qo'yibdilar. Balonlar ham holati yangi ekan. Hop, nomeringizni aytib yuboring aka. 94 804 51 54. 23 ming deyaptilar. Menimcha yaxshilab naqd pul beraman, sen ham kelishtirib beradilar telefonda. Savdingizni bersin. Spoilerlari chiqar ekan.
Chiroyli mashina ekan lekin. Dongfeng 007. Hop. Qanaqa kanalga qo'yasizlar? Abozor. YouTube'ga. Yana bitta Dongfeng modeli bilan tanishtirib ketaman. Dongfeng Ailus. Bundan bir marta sotganmiz. Faqat kraskasi bor edi buni. Buni ma'lumotlari 22-yil. Probegi o'chirib yuboribsiz. 13 ming kilometr deyarli yurmagan ekan. 13 ming kilometr yurgan 22-yil kraskasi toza oq rang. Bu gibrid bo'ladi. Benzin. Turbina motormi? Qanaqa nechi? 1,5 turbina motor, кожаное сиденье, elektropaket rul, elektropaket sиденье, massaji ham bor ekan, abdufi ham bor ekan, abagrefi ham bor ekan, sensor monitor. Janavoruvchining mashina ekan lekin anaqalarini pamyati ham bor ekan, sиденье pamyat. Obshivkalari ham juda ham yaxshi, качественный materialdan ishlangan. Mashinaning holati yaxshi, 4 ta yangi balon, diskalari ham yaxshi ekan. Mashina A60 Max ekan, Dongfeng Ailus A60 Max. Panoramasi ham bor ekan. Xo'p, nech pul mashinaning narxi aka? 17,5 so'rayman kelishdi. Egar 17,5 so'rayaptilar. Menimcha naqd sanayman degan odamga bir 16 mingga ham berib yuborasiz. Bo'ston tepasida. Tepasida ozgina qo'yib bering. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 50 70. 108 50 70. Ismingiz nima? Dilmurod. Dilmurod akamga telefon qilasizlar. Может, ani boshiga 10 ming nazgincha bersa, qolganini ham bo'lib berishga qilib berasiz. Faqat naqdga. Telefon qurasizlar, mashina o'zlariniki primoy egidan. Salomat bo'ling aka, sodingizni bersin. Xo'p. Abozor YouTube'ga qo'yiladi. Bu yoqda mashinachilar biz harakat qilamiz primoy egidan qo'yishga, egidan. Nariyoq tomonga o'taylik, Fazliddin. Assalomu alaykum, hormaylar aka, sizlar ham cherli? Assalomu alaykum. Videoga omma rozi bo'ling. 2023-yil 50 ming kilometr yurgan. Bu 8 Pro mi aka? Max emasi? Kraskasi? Kraskasi toza va bu 100 ta qatorli bo'ladi. Кожаное сиденье, elektropaket rul, elektropaket sиденье, sensor monitor. Xo'p. Tigo 8 Pro. Balonlari ham to'rttasi yangi holatda ekan. Podnoshka tonirovkalari ham bor ekan. Parok demoqchilar podnoshka deb. Xo'p, nech pulga beramiz realni aka? 22,5 ga beraman. Oxirimi? Nomeringiz 97 031 29 99. Telefon qilsanglar, akam o'zlari menimcha 22,5 dan ham naqd pul desanglar, kelishtirib qilib beradilar. Salomat bo'ling, sodingizni bersin. Ma'lumot o'rnida biz aprel oyida sotdik Cherry 8 Pro. Xuddi shunaqa oq. Faqat bizaniki 22 ming yurgan edi, 19 mingga berib yubordik. Farqi. Bunda biron plyonka. Bu Jitur. 70 plus luxury. Jitur 70 plus luxury degani eng fulli degani. Xo'p, polni black piano qilib qo'yishibdi, qora diskalar. Propan. Bu 1.6 turbina bo'ladimi, 1.5 mi? 1.6 turbina propan gazni ham qo'yib qo'yibdilar. Bardoviy chiroyli salonli ekan. Xo'p, probegi qanaqa buni? 23-yil. 2023-yil 33 ming yurgan, kraskasi toza. Nech pul bo'lsa berasiz buni? 22,800 beraman deyaptilar. Menimcha naqd sanayman 22 ga ham berib yuborasiz. Polnik o'zi bronmi? Polnik o'zi bron, paroglar ham qo'yib qo'yibdilar, tonirovkasi ham bor ekan va 97 031 29 99 boyiga aka. Menimcha naqd sanayman desangiz, kelishtirib qilib beradilar. Sodingizni bersin aka. Hop, Kia Sorento. 2022-yil 36 ming yurgan, 2,5 motori eng full ekan bu. Videoga olamiz, rozi bo'ling aka. Kraskasi tozami mashinaning? Mayli, qo'ymaylar dedilar. Nima deymiz? Assalomu alaykum. Hormat, sizdanmi aka? Egalarsiz-a? Yili necha probegi? Bu siz tushmayapsiz, mashinani o'zini olamiz, bo'ladimi? Hyundai Sonata. 21-yil probegi?
Polni full. 2,5 motorlini panoramaligi, kraskasi toza. Probegini qancha dedingiz? 70 ming. Nech pul bo'lsa berasiz? Oxiri. 25 ming ekan. Nomeringiz 97lik 103 33 34 ga telefon qilsanglar, so'ydalarni bersin. Mashina holati yaxshi ekan. Kraskasi ham toza ekan. So'da bo'lyapti bu. Hop, Equinox mashinasi mana. Assalomu alaykum. Hormaylar aka, videoga olamiz, maylimi? YouTube'ga. Equinox sizdan mashina? 23-yil. 23 470 Eng full RS. Shunaqa. Kraskasi Top-toza. top-toza. Probegimiz qancha bo'ldi? 23 ming. 23-yil 23 ming yurgan 472 millionlik Equinox eng fulli. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Bor. Nima navaratlari bor yana? Bo'ldi, bosh zavazka boshqa holat. Nech pul bo'lsa beramiz aka? Uni 30.500 bo'lsa bera olamiz, taqalgan. 30 ming? so'raymiz. 31 so'm. Oxiri 30.500. Shunaqa. Nomeringiz 97lik, Yo'q, 93lik. 93lik 288 288 88 88 84. So'dingizni bersin aka. Salomat bo'ling. Xo'p. Aka videoga olsak bo'ladimi? Egalar yo'q ekan. Xo'p. Hayotda kabeshni ham ko'ringlar. Kabesh sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Hormaylar aka. Videoga olamiz, rozi bo'ling. Kabesh 6-pozitsiya 2 turbo. Ha bu 2025-yil. Ana turbina motorli yangi chiqqan Kabeshdan, ha? 12 ming yurgan. Bu o'shanda 2 turboni bez panoramasi, deb to'g'rimi? Panorama bormi? Cüz 60 kamerami? 160 yo'q ekan. Head-up bo'lmaydi. Head-up yo'q ekan. Abduf Abagrev bor, a? Nech pulga berasiz? 25 yarim so'raymiz. Mosh beraman, okey. Nomeringiz? Mana shu. 90lik 214 14 14 ga telefon qilsanglar, akam o'zlari qalblariga quloq solsanglar, ozgina kelishtirib beradilar. So'dingizni bersin, aka. Xo'p. Ma'lumot o'rnida bizda shunaqa 6-pozitsiya Kabesh 25 ming, 25,5 minggacha sotilgan. 2-3 oylik gap aytolman sizga. Xo'p, mana bu anaqani ham bundan oldingi mashinamiz bor-ku. Equinox bizda ham xuddi shunaqasi turibdi. 23-yil, 23 ming yurgan. Bir xil pashli qilgan nazarsiz 29.900 bo'lsa qo'yganmiz. Yana telefon qilsangiz kelishtirib beramiz. Mana любой mashinani yana ta'kidlab aytaman. $1000, $500 kamida, atak $1000, $1,500 farqi bor. A bozor bilan mashina bozori o'rtasida. Mana telefon qilsangiz bular ham kelishtirib berarlar, lekin biz o'sha bo'lish narxini qo'yib e'longa chiqaramiz. O'chiring bo'l. Videoga olaman, rozi bo'ling. BYD Yuvanab 26-yili probegi 7900. kraskasi toza. Top-toza. Bu elektrasi. Elektr 405 talik. Kapot fara bron bo'lgan. 11 oy tonirovka bor. Kapot fara bron bo'lgan. Nakitga haydash uchun tayyor. Nech pul narxi aka? 21 ming. Nomeringizni ayting. 97 97 432 94 44 kelsanglar, telefon qilsanglar, akam yana kelishtirib beradilar, so'dingizni bersin, aka. Mashinani haydashga tayyor qilib qo'yibdilar, bron, nakitga, paketga deyaptilar. Telefonga gaplashaverasizlar. Hop. Tracker mana. 2024-yil 5 ming yurgan ekan. Bu Premier Plus yo'q. Bu sizda, voy, egasi yo'q. Chevrolet Gentra 23 ming yurgan, avtomat lyukli ekan, 23-yil. Nech pul ekan uning narxi? 15,5 ming aka. 15,5 ming. 130. Navorat Amazon.
O'ptira Amerikanga qo'yibdilar, Malibu bar, Malibu rul qo'yibdilar, tonirovkani ham qo'yib qo'yibdilar, 4 ta yangi archi balon. Xo'p, nomer 95 134 55 55 15,5 ming desa, telefon qilsangiz yana kelishtirib beriladi. Malibu ham sizlardanmi aka? 2019-yil 8000 kilometr yurgan. Bu 2 to'rmi? Turbo Premier qilingan. 2 turbo ekan, Premier qilingan. Xo'p. 8000 kilometr yurgan masla mashina ekan. Tonirovka buni 2 turboni boshqa sideniyalar qo'yib, cho'mni sini salon qilib qo'yishibdi. Mashina yangi bo'lib turibdi. 25,5 ming, shumkalari ham bor ekan. 25 ming. 97lik 711 0660. Polni shumka, Mers Xadovoy, balon hammasi tayyor ekan. So'dinglarni bersa rahmat. Bu sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Yili probegi? Bu qanaqa aka? Yili probegi? 50 ming yurgan? 22. Premier. 22-yil Premier. 50 ming yurgan. Toza kraskasi. Faqat 10 tomon krilodi bor ekan. Nech pulga beramiz aka? 24 ming bo'lsa beraman deyaptilar. 97lik 711 0660 nomeri. Keyingisi. ...2018-yil Malibu 2. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka bu? Egalari yo'q ekan. Kraskasi toza deb qo'yibdilar. 32 ming yurgan 2018. Bu 204 menimcha. Sizdanmi aka bu Malibu? Bo'lishchi. Bo'lish toza, 204. 204 20 ming bo'lsa beraman deyaptilar. Nomerlari 98 520 22 22. Ayollarimiz uchun вообще шикарный rang, bordoviy. 2018 144 ming yurgan Malibu 204. Salom, uzr aka. Sizdan mashina? Kraskasi tozami? Orqa eshik, orqa krilodi. Udar bo'lmagan, ichiga o'tmagan. Nech pul bo'lsa berasiz oxiri? 16 ming. Nomeringiz shumi? 90lik 855 92 72. Narigi eshik bilan orqa kriloda bor ekan. 204. Holati zo'r lekin mashinani, unaqa ko'p ham yurmagan. Salom, sizlardanmi aka o'zi? Yili probegi 23 3 ming yurgan. Bu 1,5 atmosferni, ya. Kraskasi toza. Nech pulga berasiz? 16,5 ming. Nomeringiz shumi? 93lik 577 75 11. Bu 2 to'rmi? Yo'q, 2 turbina. 2 turbinani o'zi. Malibu 2 turbina 2018 probegi 93 ming. Kraskasi? Toza. Top toza. Nech pul bo'lsa beramiz buni? 18,400. Oxiri. Yana sabr. Ha. Nomeringizni aytib yuboring. 97 97lik 704 704 77 86. 77 86. Telefon qilsanglar, ozgina so'dalashsangiz yana kelishib berganlar. Tonirovka ruxsatnomalari ham bor ekan. Animozi ham sizdanmi? Ha, ko'ravering. Ayting uni ham. 15,5. 23-yil 35 ming yurgan. Salom, hormaylar alaykum. Kraskasi toza. Nech pulga berasizlar bo'lishini? 15,5 so'raymiz, bir ikki beramiz. Tekis bo'lsa naqd sanasi beraverasizlar 15 ming. Bo'l. 97 704 77 86. Naqd bo'lsa kelsalar 15 mingga beraveramiz deyaptilar. Monza 1,5 atmosferni. Tonirovka ruxsatnomalari ham bor ekan. 4 ta yangi baloni bor ekan. Hop. Sizdanmi aka bu? Buni ham ko'rayotgan ekanlar. Hop. Trekker. Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Sizdanmi? 21-yil 39 ming yurgan. Premiera. Kraskasi toza. Xitoy zborka. Nech pul bo'lsa beramiz? 14800 oxiri. Nomeringiz? 90 356 0081. 90 356 0081. So'dingizni bersam, aka. 97 1 1 7 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  2 to'rmi? 97 90 356 0081.
Bu Malibu sizdanmi aka? Hop, yili probegi Yozilgan. Arzigan mana. 2019 58 ming yurgan. Shumka qilingan tonirovka Mercedes ходовой qilib qo'yilibdi. 204 ekan bu. Hop. Kraskasi top toza ekan. Nech pul bo'lsa beramiz? 20 Tog'a? 500 kelishamiz. savdo. 25. Tekis naqd sanasa beraverasiz. Ha, shu tavakkal Alloh. Shunaqa. 97 384 55 45 ha nomeringiz. Sodingizni bersin dedi. Equinox ham sizdanmi? Equinox zadanmi? 2020-yil 90 ming yurgan ekan. Egasi kela ol. Egasi yo'q ekan, egalari chiqib ketibdilar. Salom, sizlar nima kabish? YouTube'ga videoga bo'ladimi osi? 22-yil Kia Kabish 73 ming yurgan ekan. Bu 2 litrlimi, 2,5limi? Eng full ekan, 2,5, eng full panoramaligi. 160 kamera ham hamma narsasi bo'ladi. Nima davrotda qilgansiz? 4 tengi balon, tonirovka. Nech pul bo'lsa berasiz? 24,5 ming oxir ha? Nomeringiz shumi? 99 272 7001. Sodingizni bersin aka. Odamlar bilmayman, soda yo'qligiga ham gaplashgisi ham kelmayapti, narsa yo'q hech kim. Ha? Shu da deb o'tirishdi faqat. Mana bitta BYD chempion so'raymiz. Assalomu alaykum, o'tiring aka. Yili probegi? Yili 23-yil. 23-yil. Probegi 74 ming. 74 ming yurgan. Bu 1 litr, ha? Ha, bu to'liq elektr. Hop, kraskasi? Top toza. Nech pul bo'lsa berasiz? 22 ming bo'lsa beraveramiz. 22 ming oxiri. Hop. Barakasini bersan aka, nomeringizni aytib yuboring. 99 lik 500 03 53. Sodingizni bersin aka. Shu mashina juda ham O'zbekistondagi именно oldin Captiva bo'lardi-yu, bizda Captiva ko'chada bo'lsa, o urovin bo'lardi. Shuni Captivani o'rniga shuni tushgan qo'yganda, hozir eng ko'p elektromobillardan bittasi Toshkentdagi va почти hamma olyapti. 605 zapas qo'ydigan bitta zaryadkada 500 km mana shunaqa kunda indamay yurib beradi. Telefon qilinglar, savdo qilinglar, baraka qilib gaplashinglar, kraskasi ham toza ekan. Salom alaykum, ha bozordamiz aka, charchamayapsiz, tuzumsiz. Sizdanmi mashina? Yili probegi ayting. 8023. Kraskasi? Premier. Nech pul bo'lsa berasiz? Bo'ladigan 15700. Ha, 8000 ekan probegi. Probegi yaxshi ekanda. Hop, nomeringizni aytib yuboring. 97 lik 470 8907. Sodingizni bersin aka. Salomat bo'ling. Jarayonni ko'rdinglar, narx-navolarni ko'rdinglar. Aytib o'tirishim shart emas. 1000 so'm, 1,5 ming so'm bozordan farqi bor. Va xuddi shunaqa mana shunaqa juda ham issiq hozir-ku. Zo'rg'a gapiryapman. Shunaqa issiqda sarson bo'lib mashina qarab yuramanmi demasanglar, bozorga ilovaga kirib, kuniga har kuni 100 ta kamida mashina qo'yiladi e'longa, sotuvga. Va har payshanba auksionimiz bo'ladi. Kelib, yumshoq, zo'r narxlarga tirikchilik ham olsanglar bo'ladi, minishga ham olsanglar bo'ladi. Kelib, foydalanib ketishingiz mumkin. Biza bozordagi nima deydi, sayohatimiz desam bo'ladi, o'z nihoyasiga yetdi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib bera oladigan umiddaman. Salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.